Assalomu alaykum. Sizlar bilan Muhammad Muslim va darsimiz 3-qismiga xush kelibsiz. Bugun darsimizda biz sizlar bilan IELTS passage'ini 3-qismida ko'p uchraydigan savol turini ko'rib chiqamiz, ya'ni summary completion from a table. Demak, buni oddiy summary completiondan ko'ra farqi bor, sal qiyinroq, shuning uchun ham shu mavzuga to'xtalishga qaror qildik. Xo'p, demak, bunda nima bo'ladi? O'sha table berilgan bo'ladi va o'sha table'da so'zlar bo'ladi. Siz o'zingizga berilgan summaryni o'sha so'zlar bilan ma'no jihatdan mos keladiganlar bilan to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, basically it's it. Xo'p, endi demak, nimalar bilishingiz kerak summary completion from a table haqida? Demak, birinchisi doim tushunishingiz kerak, u yerda siz to'ldirishingiz kerak bo'lgan narsa bu passage'dagi ma'lumotlarni qaytadan yozib chiqilgan shakli, ya'ni qisqacha summarysi bo'ladi. Shuning uchun siz nafaqat bir so'zni topib qo'yishingiz kerak, balki shu bilan birga ma'no jihatdan o'sha summaryni to'ldirishi kerak bo'lgan so'zlarni topishingiz kerak. Demak, ikkinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu authentic IELTS passage'larda, ya'ni o'zim ko'rgan passage'larim authentic bo'ladigan bo'lsa, ko'p qismida javobingiz yo bitta paragrafdan yoki ikkita paragrafdan chiqadi. Ya'ni bu degani javoblar juda ham bir-biriga yaqin degani va o'sha javoblarni bitta paragraf o'qish orqali siz 5-6 ta savolga bittada javob bera olasiz bo'ladi va vaqtingizga zo'r bu va undan tashqari ancha confidence-ingizga yaxshi bo'ladi, chunki qisqa vaqt ichida bitta paragrafdan ko'pgina javob topa oladigan savol turi hisoblanadi. Va bitta narsani yana e'tiborga olishingiz kerak, bu savol turlarida javoblar doim ham ketma-ketlikda emas. Mana misol uchun 36, 37, 38 bo'lsa, birinchi 37 ning javobi keyin 36 ni, keyin 38 ga chiqishi mumkin. Ya'ni 36, 37, 38 birin-ketinlikda kelmasligi mumkin passage'dagi qismiga. Nimaga? Chunki buni sababi bu boya aytib o'tganimdek, bu summary passage'ning identical versioni bo'lmaydi va summary bo'lgani uchun ma'lumotlarning o'rni almashgan bo'lishi mumkin, mantiq saqlangan holda. Xo'p, demak, shu narsalar haqida siz bilishingiz kerak bu savol turini ishlashdan oldin. Demak, doim meaningga qaraysiz va bitta paragrafdan chiqadi. Ko'p holatlarda ba'zida ikkita paragrafdan ham chiqishi mumkin va javoblar doim ham birin-ketinlikda bo'lmaydi. Demak, endi real examda qanday qilib bu savol turini ishlashingiz kerak? Approach qanaqa bo'ladi bizda? Demak, birinchi bo'lib sizga berilgan testlarda o'zi summaryni tepasida heading bo'ladi. Ya'ni yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana qanaqa narsa. Ya'ni u yozilgan heading sizga paragraf o'sha summary nima haqida bo'lishini aytib beradi. Ya'ni mavzusi bo'ladi tepasida. O'shani o'qishdan boshlash kerak. Nimaga? Chunki o'sha tepasidagi headingni o'qishni o'zi sizga lokatsiyani topib beradi. Ko'pchilik misol uchun birinchi savoldan o'qiydi, ha, bu ham foyda beradi, lekin o'zi paragrafni, headingini o'qiydigan bo'lsangiz, u qisqacha qilib o'zi yozib qo'ygan bo'ladi-da, o'sha paragrafni topib bemalol o'qishingiz oson bo'ladi va qaysi paragrafga fokus qilishingiz kerakligini headingidan, titledan bilasiz bo'ladi. Va ikkinchisi, demak, sizda summary turibdi, nima qilishingiz kerak? U narsani analyze each gap grammatically and logically. Birinchi savol, ikkinchi savol bo'ladigan bo'lsa, summaryni boshidan, shu boshidagi 2 yo'l deymizmi yoki ikkita savol deymizmi, o'sha ikkita savolini siz diqqat bilan o'qiysiz va hali passajga qaramay turib o'ylaysiz. Grammatik jihatdan bu bo'sh joylarni qanaqa so'z to'ldirishi mumkin? Ot, son yoki shunga o'xshagan qanaqadir fe'lmi, adjectivemi, sizga noun kerakmi, verb kerakmi, adjective kerakmi? Shu narsalarni bir qator ko'ra olasiz va mantiq jihatdan qanaqa so'z bu yerga kerak? Sizga nima kerak? O'sha narsani ham bilib olasiz passajga qarashdan oldin. Xo'p, va bu narsani bilishni o'zi, ya'ni menga noun kerakmi hozir bu yerga yoki adjective kerakmi degan narsani o'zi, grammatik jihatdan u yerga to'g'ri so'z qo'yishni o'zi sizni yuqorida tanlaydigan optionlaringizdan juda ham ko'pini eliminate qilib yuboradi va chalkashib ketmaysiz. Qaysi birini tanlasam ekan deb turib, bu ancha yordam beradi psixologik jihatdan. Va undan keyin siz bildingiz qanaqa so'z topishingiz kerak, gap nima haqida ketyapti va endi buni bilganingizdan keyin siz passajdagi o'sha sizga kerakli bo'ladigan joyga borasiz. Ya'ni qaysi paragraf kerak? A, B, C demasa 4-paragraf yoki 5-paragraf oxirroqdan chiqyapti-da. O'sha paragrafga borib sekin o'qishni boshlaysiz. Va boya aytib o'tganimdek, bir-biriga o'xshash ma'lumotlar u yerda bo'ladi, chunki uni summarysi bir xil ma'lumotni boshqacha qilib yozib qo'ygan bo'ladi. Va o'sha sizga kerakli javob chiqadigan qismini diqqat bilan o'qiysiz. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, men hali sizga mantiqiy jihatdan va grammatik jihatdan nima topishingiz kerakligini aytdim, lekin hali shu paytgacha siz qaramaysiz optionlarga. Ya'ni tepada o'zi so'zlar berib qo'ygan bo'ladi, umuman tanla deb turgan. O'shalarga hali beri qaramaysiz. Siz shunday o'zingiz borasiz, passagega kerakli joyni topasiz, o'sha kerakli joyni diqqat bilan o'qiysiz.
diqqat bilan o'qib, qaysi so'z mantiqan o'sha javobni qoniqtiradi, o'sha javobga javob bo'la oladi. O'sha so'zni tanlaysiz, miyangiz o'zingiz. Mana misol uchun bilgandan keyin bo'ldi, menimcha passajdagi mana mono so'z shu narsaga javob bo'lsa kerak yokida aytaylik bitta so'zdan javob chiqmasa, aytaylik qanaqadir bir g'oya bo'ladigan bo'lsa, javob bir g'oya u narsani to'ldiradigan bo'lsa va o'sha g'oyani o'zingiz xulosa qilib bilib olishingiz kerak. Xulosa qilib bilib olganingizdan keyin, xo'p, menimcha taxminan mana bu so'z javob bo'lsa kerak yoki mana bu g'oya javob bo'lsa kerak deganingizdan keyin xulosa chiqarganingizdan keyin o'sha xulosangizni bu yoqdagi optionlarga bittadan solishtirib chiqasiz. Bittadan solishtirib chiqasiz. Demak, A, B, C, D yozilgan bo'ladi. O'shalarga g'oya solishtirasiz va qaysi biri o'sha so'zingizga tanlaganingizga eng yaqin ma'no jihatdan keladigan bo'lsa, eng yaxshi match qiladigan bo'lsa, o'sha variantni tanlaysiz va u katta ehtimol javob bo'lib chiqadi. Va xuddi shunaqa qilib har bitta savolni ko'rib chiqasiz. Demak, savolni ko'rasiz, mantiqan nima kerak, grammatik jihatdan qanaqa so'z kerak. Xo'p, passajga o'tasiz, uni mantiqan to'ldira oladigan gapni topasiz va u narsani, so'zni eng yaxshi match qiladigan, bir-biriga juda ham eng similar bo'lgan variantni tanlab qo'yib chiqasiz. Va hamma savollarni shu zaylda ko'rib chiqasiz, javob tanlab chiqasiz. Va endi javob tanlab bo'ldingiz. Endi nima qilasiz? Bu holatida siz bo'ldi, hamma summary'ingizga bo'sh joylarga javob tanlab bo'ldi. Endi to'liq bo'lgandan keyin siz summary'ni boshdan oxirigacha o'zingiz o'qib chiqasiz. Va bu nimaga kerak? Va summary'da, paragrafda buni matching headingsda gaplashganmiz, bir-biriga har bitta gap bog'liq-da va mantiqan bir-birini to'ldiradi. O'qib chiqasizda bir qanaqadir neto variant yo'qligiga ishonch hosil qilasiz. Da qanaqadir birinday oq qo'ylarning ichida bitta qora qo'y yo'qligiga ishonch hosil qilishingiz kerak, da va qanaqadir mantiqiy jihatdan mos kelmayotgan so'z yo'qmi? Ya'ni tanlagan variantlaringiz ichidan o'sha narsani o'qib chiqasiz va agar bir qanaqadir bir yemayotgan yoki yopishmayotgan variant bo'ladigan bo'lsa, u katta ehtimolda yana bir qator o'z joyini chek qilib ko'rasiz. Balki xatodir. Lekin unaqa bo'lmasa, hammasi bunday flawlessly, ya'ni juda ham yaxshi mantiqan bir-birini to'ldiradigan holatda bo'ladigan bo'lsa, unaqada bo'ldi, katta ehtimol hamma savolning javobini topdingiz. Va mana shu bizni approachimiz bo'ladi. Mana shu xuddi shunaqa qilib, men o'zim shunaqa qilib ishlaganman. O'zimga shaxsan oxirgi marta imtihonimda shu savol turi tushgan. Passage 3 da oxirida shu savol turi tushgan va 8.5 chiqqan reading qismidan va o'zim xuddi shunaqa qilib ishlaganman va nisbatan ancha oson boshqa uslublardan ko'ra, boshqa texnikalardan ko'ra. Demak, mening texnikam shaxsan shu va o'zingizga ham shuni ishlatishni tavsiya beraman. Juda ham sodda va juda ham comprehensive, ya'ni juda ham comprehensioningizni ishga soladida, ya'ni qaytadan hadeb o'qurmaysiz, o'qiganingizni shu bilan analiz qilib ketasiz va javobingizni ham tekshirib ketasiz. Xo'p, endi demak, hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, birinchi practice-ga o'tamiz. Demak, bu haqiqiy real exam paperdan olingan, IELTS da tushgan, buni passage, bu savollar tushgan shundayligicha va qarang. Hozir videoni pauza qiling va men ko'rsatgan strategiya orqali shu savollarga javob topib ko'ring. Demak, o'qib chiqasiz va moslaysiz, bular haqida gaplashdik va javoblaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi javoblarga o'tishdan oldin, men o'zim javoblarni aytishimdan oldin. Demak, pauza qiling. Demak, ketdik. Endi buni birgalikda ishlab ko'ramiz sizlar bilan. Javoblaringiz menimcha tayyor o'zingizda. Xo'p, demak, Balyayev and Trut's observations and theories. Demak, Balyayev va Trutning kuzatmalari va ularning teoriyalari degan summary ekan. Buni passage mana bu yerda turibdi, demak ketdi. Balyayev and Trut observed that the elite foxes started to have a range of something in common with dogs, right? Demak, Balyayev va Trut shu narsani kuzatishgan ekanki, ularning kuzatuvlariga qaraganda elite foxlar, ya'ni eng yaxshi elitni tulkilar in common degani o'xshash, ya'ni birga degani in common with dogs, ya'ni itlarda ham bo'lgan qanaqadir nimalardir ularda bor ekan. They started to have, ularda o'zlarida o'sha narsalar bor bo'lishni boshlabdi. Va bu tulkilarda, itlarda ham bor bo'lgan nimalardir bor bo'lishni boshlabdi. Hop, nima bo'lishi mumkin? Believing domestication was responsible, Balyayev proposed a theory about domestication in ancient wolves.
va bu narsaga sabab deb shunaqa xonaklashtirish bu narsaga sabab bo'lgan deb o'ylab bo'rilarni xonaklashtirib boshlashibdi. Hop, endi bu yoqda ko'radigan bo'lsak, passage. Balayev introduce, demak, bu yerga nima topishimiz kerak? A range of something. Demak, bu yerda of predlogi bilan kelyapti. Range of something, ya'ni juda ham ko'p har xil nimadirlar. Demak, bu yerga grammatik jihatdan bizga noun kerak. Grammatik jihatdan bizga noun kerak bo'ladi va mantiqan jihatdan itlarda ham, tulkilarda ham bor nimadir kerak. Ketdi. Balayev and Truth made further observations. Instead of standing straight up, the elite pups' ears flopped over. Demak, ular boshladi va ularning qulog'i, birinchi elite pups, bu tulkilar haqida gap ketyapti. Quloqlari nima deyapti? Standing up, staying straight, ya'ni qulog'i tik turmasdan, it flopped over. Ya'ni bunday tushib qolgan, qayrilgan ekan. Their snouts shortened and some developed curly tails. Snout nimaligini bilmayman, lekin nima bo'lsa u kaltayibdi va some developed curly tails. Jingalak dumlar o'sib chiqibdi ba'zilarda. These traits made them more visually appealing to humans. Va bu narsa odamlarga nisbatan ularni yana ham jozibadorroq qildi. In short, over generations, the foxes began to resemble dogs. Va qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yillar davomida tulkilar itlarga o'xshab ketishni boshladi. Ya'ni itlarga o'xshab qolishni boshladi. Xo'p, mana bu yoqda endi mantiqqa o'ylaydigan javobimiz resemble degani, ya'ni akslantirish degani, resemble degani o'shalarga anglatish, shunga o'xshab ketish degan ma'nolarni bildiradi. Bu degani itlarga o'xshab ketishni boshlabdi. Xo'p, nimalari bor? Demak, bu yuqorida aytib o'tdim-ku, yo'q g'oya yoki bitta so'z tanlanadi dedim. Men bu yerda katta ehtimolcha so'z tanlanmaydi, bitta g'oya tanlanadi. Chunki nimaga deganingizda ko'p narsa sanayapti. Nimalar bular? Qani. Qulog'ini aytyapti va keyin yana qanaqadir tana a'zosini aytyapti va keyin dumini aytyapti. Ular dumlari itlarnikiga o'xshab qolibdi. Xo'p, demak, endi qanaqadir tana ko'rinishlarini aytyapti va tana ko'rinishlariga doir qanaqadir biz variant tanlashimiz kerak. Xo'p, ketdi. Useful workers tushadimi? Yo'q. Loyal pets tushadimi? Yo'q. Color patterns, demak, ranglari tushadimi? Xo'p, mana bu noun jihatdan keladi, noun jihatdan o'xshayapti va lekin rangini aytmadi-da. Rangini aytmadi. Bu biz jismoniy yoki qanaqadir physical featurelarni aytadi desa bo'ladi menimcha. Hop, specific breeds yo'q, physical features. Mana physical features o'zi bor ekan. Mana physical features menimcha katta ehtimol javob bo'ladi. New sounds, tovush haqida gap ketmadi, irregular visitors bu haqida gap ketmadi, warning signs bu haqida gap ketmadi, food sources bu haqida ham gap ketmadi. Bu yerda javobimiz bizga physical feature bo'ladi, chunki o'sha quloq, dum va hokazo shu joylari physical feature, jismoniy ularning holatlariga to'g'ri keladi. Xo'p, mana bu yerda ko'rsatilgandek, ears flopped, snout shortened, developed curly tails, bu hammasi physical featurelarga javob bo'ladi va javobimiz bu yerda 35-javobi E. Xo'p, undan keyin nima bo'ldi? Xo'p, whereas others suggested early men took wolf cubs to turn them into something, Balayev thought wolves had associated human groups with something. Xo'p, endi bu yerda bitta gapda ikkita javob kelyapti va diqqat bilan o'qishimiz kerak. Xo'p, demak, aytayotdik, xonaklashtirishdi bo'rilarni bu teoriyani sinash uchun va nima bo'ldi keyin? Xo'p, whereas others suggested the early men took wolf cubs to turn them into something. Demak, ba'zilar o'ylaydi, ular oldin qadimda o'sha oldingi odamlar nima qilgan? Cublar, ya'ni cubs, ya'ni o'sha kuchukchalar bo'ladi-ku, endi nima deymiz buni? Polapollar deymizmi? Qanaqadir bolalar bo'ladi-yu o'zi. O'sha cub deyiladi, ya'ni o'zi itni, anaqani va bo'rini bolasi shunaqa cub deyiladi. Uni olishgan ekan va ularni nimagadir aylantirishgan ekan-da. Nimagadir aylantirgan topishimiz kerak. O'sha kuchukchalarni nimaga aylantirishgan? Bolachalarni nimaga aylantirishgan? Shuna deb o'ylashar ekan, shunaqa teoriya bor ekan, boshqalar aytgan, lekin Balayev o'ylaydiki, wolves had associated human groups with something. Bo'rilar odamlarni nima bilandir bog'lagan-da, nima bilandir o'xshashligini bog'lagan. Xo'p, nima bo'lgan? Endi qarang, bu qismini o'qigan bo'lsangiz, aytayapti. Xo'p, Balayev theorized that naturally calmer wolves approached people in search of pieces of animal meat and bone they had discarded. As these color wolves interbred, animals were no longer aggressive towards humans. The theory makes more sense than the older ideas, which proposed that Neolithic people stole wolf cubs so they could be trained to assist with practical tasks such as shepherding, guarding, and hunting. Xo'p, mana bu yerda javobi almashib qolgan bu yer. Ya'ni birinchi 37 javobi kelyapti, keyin 38 javobi kelyapti. Ya'ni orderda emas. Xo'p, bu yerda nima keldi? Birinchi 37 javobi keldi. Bitta Balayev aytadi, nima bilandir odamlarni bog'lab olishgan, ya'ni aloqador qilib olishgan deyishgani, mana bu yerda javob in search of pieces of animal meat and bone they had discarded. Ya'ni odamlar tashlab olgan
o'ziga bo'limni qoldirak-ku, o'sha qoldirgan nimalari bones, ya'ni suyaklari va o'sha ortib qolgan go'shtlar bilan bo'rilar bog'lab qo'yishgan odamlarni. Ya'ni odamlar bor joyda doim ularning orqasidan nima qoladi? Go'sht va suyak qoladi deb turib bog'lab qo'yishgan va u bizga go'sht va suyak bu yoqda food sourcesga to'g'ri keladi. Food sources. Go'sht va suyak bu food sourcesga, ya'ni ozuqa manbai sifatida ko'rishni boshlashgan odamlarni bo'rilarda. Xo'p, endi lekin odam oldingilar nima derdi? Oldingilar aytadiki, they could be trained to assist with practical tasks such as shepherding and guarding and hunting. Endi oldingi yana boshqalar teoriya qiladiki, oldingilar ularni polaponlarni kichkina kuchukchalarni o'g'irlab, ularni shug'ullantirishgan kichkinaligida nimaga? Bir practical task, ya'ni bizga bir foyda tegadigan narsaga o'rgatishgan. Ya'ni misol uchun ularga qo'y boqishni o'rgatgan, ya'ni shepherding, cho'ponchilikka yordam berishni o'rgatgan, himoya qilishga va ov qilishga o'rgatgan deb aytyapti va bu aytilgan narsalarga biz javobimiz useful workers, ya'ni they turn them into useful workers, ya'ni o'zlariga foyda keltiradigan ishchiga aylantirishgan. Bunga to'g'ri keladi va 37 javobi bizga A ga, ya'ni food sourcesga to'g'ri keladi. Xo'p, endi 38. This would explain initial contact but not how dogs eventually developed as something. Xo'p, bu narsa endi birinchi qanday qilib kontakt bo'lganini ko'rsatadi, lekin qanday qilib davomiy shu sekin-sekin nimagadir aylanib qolishganini tushuntirmaydi. Demak, shu nimagadir aylanib qolishgan, ular eventually nima bo'lib qolishdi, o'sha narsani ko'rishimiz kerak va mana shu paragrafda oxirida ko'rishingiz mumkin. For BioLife and Trot, their new theory answered the question of how we got from wolf to dog. Demak, bu narsa qanday qilib bo'ridan itga o'tib qolganini tushuntiradi, but not how we then got to a faithful four-legged family members. Lekin bular qanday qilib bizga qadrli, oqibatli, sodiq bo'lgan to'raqli oila va oila a'zosimizga aylanib qolganini tushuntirmaydi deb aytyapti. Bu yoqda aytyapti, to'raqli juda ham bizga sodiq bo'lgan oila a'zosidek bo'lib qolgan deb aytyapti va keyinchalik bizga hozir shunaqa bo'lib qolgan, shu narsani u tushuntirmaydi deyapti. Va bu narsaga javob bizda B to'g'ri keladi, ya'ni loyal pets. Bu yerda faithful four-legged family members degan narsa loyal pets ga to'g'ri keladi. Shu bizga juda ham yaqin uy hayvoniga aylanib qolgan. Xo'p, endi 38 ga ko'ramiz. To see how this might have occurred, Trot raised Pushinka in her own home. Pushinka raise qilish, o'stirishni boshladi. When something came to Trot's house, Pushinka and her pups could tell them apart from those they knew. Xo'p, endi uyda o'stirishni boshladi u narsani, ya'ni boqishni boshladi, lekin kimlardir nima deyapti? When something came to Trot's house, like kimlardir kelganda, Trotning uyiga nimadir kelganda, Pushkinka bilan uni polaponlari, ya'ni kuchukchalari farqini aytisha olardi. To tell something apart. Bu degani tell apart degani o'zi bu zo'r so'z, yozishsiz bo'ladi. Ya'ni farqini aytish degan. Farqini aytish. Xo'p, endi kim kelganda yoki nima kelganda degan savolda ko'rishingiz mumkin. People who only seldom called at the house, Pushinka nima deyapti? Xo'p, bu yerda gapni boshi. Pushinka began differentiating between Trot and her colleagues and other people who only seldomly called at the house. Ya'ni ba'zi kelgan odamlar bilan davomiy kelgan odamlarning farqini ayta oladi degan narsani bu yoqda aytilgan va bu yoqqa ma'no jihatdan eng yaxshi paraphrase bo'ladigan narsa irregular visitors, ya'ni doimiy bila keladigan kolleglari bilan ba'zi keladigan odamlarni nima qilishgan? Ular farqini ajrata olishni boshlashgan. Va currently Trot's team is analyzing the something produced by the latest generations. Va endi hozir Trotning jamoasi nimani analiz qilyapti? O'sha eng oxirgi so'nggi chiqqan generationdagi, ya'ni avloddagi nimanidir ular analiz qilyapti deyapti va buning javobini quyida ko'rishingiz mumkin. Xo'p, nima deyapti? So far 57 generations of foxes have been bred and researchers have begun recording and decoding the vocalization they have developed. Va vocalizationni ular analiz qilishyapti va vocalization qanday to'g'ri keladi? Bitta vocalization new sounds ga to'g'ri keladi. New sounds, ya'ni yangi sound, ovozga to'g'ri keladi. Demak, nechta to'g'ri chiqdi? Buni kommentariyaga yozib keting va biz ikkinchi praktikasiga o'tamiz. Ikkinchi praktik bir xil strategiya. Pauza qiling va o'z ishlab ko'ring, javoblaringizni kommentariyaga tashlab qo'ying va undan keyin birgalikda hozir bu savol turini ko'rib chiqamiz.
Ketdik demak. Xo'p, mana bu nima haqida? Taking a new approach to urban planning. Ya'ni o'sha shahar rejalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish, yangi unga yondashuvni ko'rib chiqish. Xo'p, ketdi. Buildings should be in something with their location and they should be constructed using something. Demak, yangi binolar atrof o'sha o'zlarining lokatsiyasi bilan nimadir bo'lishi kerak and they should be constructed using something. Va nimalarnidir foydalangan holda qurilishi kerak. So far passage o'qiyapman. So, what new approach do urban planners need to take? Firstly, a new architecture must be of a style which suits of the aesthetics of the location and fits in well with the appearance of existing buildings, taking account of the ways in which buildings in that area have been constructed for hundreds of years. Xo'p, demak, mana bu yerni javobi chiqyapti. Nima deyapti? Bu yerda o'sha bir xil bo'lish kerak, estetikasiga tushish kerak o'sha lokatsiyani deyapti. Va bu yerda estetika so'ziga bizga, ya'ni F variantimizga relative harmony tushadi. Ya'ni o'sha relative harmony nima degani? Relative harmony degani o'sha nisbiy bir-biriga kayfiyati tushish kerak desa ham bo'laveradi. Ya'ni o'sha harmony so'zini to'g'ridan-to'g'ri o'zbekcha ma'nosini bilmayman, pronunciation. Apple olma deganaqasini bilmayman, lekin shunaqa kayfiyati tushish kerak. Ya'ni atrof muhit qanaqa bo'ladigan bo'lsa, qurilgan uylar ham prям stili jihatdan bir-biriga mos tushish kerak degan narsani aytyapti va nimadan foydalanib qurilishi kerak. So, it's G, ya'ni traditional methods. Xo'p, traditional methods qayerdan kelib chiqadi? Mana ikkinchi hayrat qilingan joydan kelib chiqadi. Ya'ni the ways in which buildings in that area have been constructed for hundreds of years. Ya'ni 100 yillardan beri qurilib kelayotgan uslubini hisobga olgan holda qurilish kerak. Va bu degan shu 100 yillardan beri qurilib kelayotgan yo'llar nima bu? Bu o'sha an'anaviy uslub. An'anaviy uslub degan narsani biz mantiqan chiqarib olsak bo'ladi va variantlarimiz orasidan eng mantiqiy jihatdan mos keladigan variant ham albatta shu. Xo'p, endi as well as being attractive, homes should have a similar something to that of the surrounding properties. Endi attractive bo'lishdan farqli ravishda, ya'ni nafaqat chiroyli bo'lish kerak, balki atrof surrounding properties boshqa uylar bilan o'xshash nimadir bo'lish kerak. Va bu mana bu keyingi highlight bo'lgan joydan chiqadi. Qarang, what matters as much as an aesthetically pleasing home, ya'ni attractivenessga sinonim bo'lyapti, is having neighboring houses that conform to similar ideas about what is beautiful. Ya'ni nafaqat o'zingizni uyingiz chotki, chiroyli, aesthetically rohat baxsh bo'lish kerak, balki undan tashqari neighboring houses deyapti. Ya'ni atrofdagi uylar ham, qo'shnining uyi ham normalniy bo'lishi kerak deb aytyapti va bunga eng yaqin keladigan javobimiz bu yerda. Xo'p, similar visual appeal, ya'ni bu yerdagi uylarni visual appeal chiroyli bo'lishi kerak. Ya'ni qo'shnining uyiga o'xshab, yangi qurilayotgan uy ham o'shanga o'xshab chiroyli bo'lishi kerak. O'xshash chiroyli bo'lish kerak, bir-biriga o'xshash bo'lish kerak. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin that conform to similar ideas about what's beautiful. Ya'ni chiroy nimaligi haqida bir xil o'sha similar bir xil g'oyalar bo'lish kerak. Bu chiroyli deb bilgan narsani bu ham chiroyli deb bilish kerak. O'shanda bizda similar appeal, ya'ni similar visual appeal so'zi eng yaxshi paraphrase bo'lib keladi. Xo'p, keyingisi 38-savol. In addition, there should be certain something that a new building shares with older buildings in that area. Va uni hisobi, ya'ni qo'shimchasiga nima bo'lishi kerak? U yerda nimadir bo'lishi kerak, ma'lum bir nimadir bo'lishi kerak va u new building shares with older buildings in the area. O'sha hududdagi eski uylar bilan umumiy holatda share qiladigan, ya'ni bir xil bo'ladigan nimasidir bo'lishi kerak. Xo'p, bu mana bu qismida keladi. Keyingi gap. Ideally, the design of the building in an area should be based on similar architectural values, right? Architectural values, ya'ni arxitektura jihatidan ularni o'xshash bir xil valyulari bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha nima deymiz? Qadriyatlari o'xshash bo'lishi kerak demoqchi bo'lyapti. Endi bizga qadriyatlar degan so'zga bu yerda eng yaqin so'z tushadigan bu yerdagi underlying principles. Bu yerdagi architectural values degan so'zga bizga underlying principles eng yaxshi variant bo'lib tushadi. Ya'ni bir xil ularning prinsiplari bir xil bo'lishi kerak. Hop, keyingisi, fortunately there is now often a considerable amount of something to the proposals of urban planners. Hop, baxtimizga bu
yerda considerable amount of something juda ham katta nimadir bor. Ya'ni yangi shaharlashtiruvchi odamlarga, shahar rejalashtiradigan odamlarga, ularning planlariga, takliflariga juda ham katta nimadir bor. Nimani ko'ramiz hozir? O'sha narsani mana fortunately o'rtasini o'qiyapman. In many parts of the world, there is now increasing pressure being exerted on urban planners. Bizga mana juda ham katta bosim bor-da ularga. Bosim bor. Mana bosim so'ziga nima bu yerda sinonim bo'ladi? Hop, bu yerga organized opposition da opposition ya'ni qarshilik so'zi bu yerda eng yaqin javob bo'lib keladi. Nimaga? Chunki aytayapti approach their ideals. Hop, nima deyapti? There is now increasing pressure being exerted on urban planners and architects to shift their approach towards this ideal. O'sha idealiga o'zgartirishga nisbatan bosim bo'lyapti. Ya'ni, unaqa qilma, mana qil. Ya'ni biz ideal deb bilgan dizaynga kirgiz degan narsa bo'lyapti va ko'pchilik tarafdan bo'lyapti bu narsa va o'shuning uchun bizda javob organized opposition, ya'ni bosimga bu yoqdan qarshilik so'zi eng yaxshi paraphrase bo'lib, mantiqiy jihatdan o'rnini to'ldiradigan bo'lib kelyapti. Va oxirgi savol, increasingly the people are realizing that focusing purely on a building something is undesirable and more importance should be attached to its appearance and cultural value. Xo'p, nima deyapti? Endi odamlar sekin-sekin tushunib yetyapti. Faqatgina buildingni, binoni nimasigadir e'tibor qaratish undesirable. Ya'ni odamlar xohlamay qoladi bu narsani. Muhimrog'i nima? Muhimrog'i bu uni tashqi ko'rinishi va madaniy ahamiyati. Xo'p, faqatgina nimasigadir ahamiyat qaratish xato deyishyapti bu yerda. O'sha narsani ko'ramiz. Xo'p, mana oxirida but at least the appearance of a building rather than just its function has moved to the top of the agenda, right? Ya'ni nima bo'ldi? Bu yoqda eng agenda, ya'ni listni eng tepasiga chiqqan narsa bu uni nimasi bo'ldi? Ya'ni functionality'si bo'ldi. Ya'ni qanday function da, uni qanchalik funksionalligi da. So funksionalligidan ko'ra o'sha qadriyatlari teparoqqa chiqdi deb aytadi bu yerda. At least the appearance of a building has moved to the top of the agenda. Ya'ni o'sha tashqi ko'rinishi eng listni tepasiga chiqdi va funksionalligidan ham ko'ra ko'proq muhim bo'lib qoldi. Bu yerdagi o'sha function degan, its function degan narsa bor. O'tga functionga bizga sinonim bo'ladi. Bizda basic function, ya'ni birga bir yozilgan its function bitta basic function bo'lib qolgan. Xo'p, demak, buni sizlar qancha topdingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Qaysilarini to'g'ri topdingiz, qaysilariga qiynaldingiz va hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keling endi hammasini bittadan recap qilib ko'ramiz. Demak, birinchisi, bilishingiz kerak bo'lgan narsa, siz o'sha bitta so'zni o'ziga diqqat qaratmang, iloji boricha bu yoqda passage nima deyapti? Umumiy ma'no nima bo'lyapti? Meaningga ahamiyat qarating, chunki yuqorida ko'rganimizdek, faqatgina bitta dona so'z emas, bu yoqda umumiy g'oya ham paraphrase bo'lishi mumkin. O'sha narsaga e'tibor berasiz. Va keyingisi bu identify the word type first. Ya'ni hozirgidaqa nima kerak bu yerga deb bilib oladigan bo'lsangiz, tepadan variant tanlayotganingizda ancha o'ziga oson bo'ladi va izlayotganingizda ham nimani izlashni bilib turib izlaysiz va mantiqiy jihatdan o'sha joyni to'ldiradigan, bo'shini to'ldiradigan javobni topishingiz ham ancha oson bo'ladi. Va oxirgisi doim esda tuting, javoblar ketma-ket bo'lmasligi mumkin. Siz uni javobini qarab cho'ta chiqmayapti-yu deb shuncha tepadan o'qirasiz, balki chiqmaydi. Uni javobi balki pastdadir. Chunki shunchaki orderda emasdir. Bu narsani tepada real, authentic testlarni ham ko'rib chiqdik. Demak, bugungi darsimiz uchun hammasi shunday. Ya'ni darsimiz ma'qul kelgan deb umiddaman. O'zingizni fikrlaringizni va yoqqan nimalar yoqdi va nimalar ko'rish xohlardingiz, ko'proq keyingi darslarimizda o'sha narsalarni kommentariyada yozib qoldiring. Darsimizni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh ilmingizni o'zi ziyoda qilsin. Aqulu qawli hadza astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.